takamiz. Ayva. Xo'sh. Batoklarimizni yuklavordik. Xo'sh, mana vag'i. Birinchi qatori 30 tadan, 32 ta. Ikkinchi qatori bitta ekan, 31 ta. Bu qatoriga ham o'zi bitta kam bo'lardi, yana bitta kam bo'ldi. 30 ta emas, 29 ta. Umumiy hisobda 32, 31, 29. Ha, 92 ta. 92 tani Anjanga, Saydilla akamizga navbatdagi yuklarni jo'natib yuboryapmiz. Xohlasa bir 3-4 soatlarda yetib boradi. Xo'sh, buni razmeri, kengligi 30 cm, chuqurligi 25 cm, tagi 22 cm. Yon devorlar 4,5, past devori 5-5,5 cm. Uzunligi 2 metr. Narxi hozir bizda 130 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa qo'yib beramiz. Zakazni olaveramiz. Bundan kattaroq latogimiz ham bor. Og'zi 40lik, kichiklari ham bor, 20lik. Hozir yana 15likni ham kichkinasini yasamoqchimiz. Mol oxirlar xohlasa chiqadi. Tez orada. Bekzatga salom. Bo'pti, yaxshi qo'ylar, kerak bo'lsa aytaverasizlar. Manzilimiz Namanganda, Popda. Telefon raqamlarini qo'yib ketamiz. Hop.